shov-shuvga aylanayotgan Darknet saytiga kirib ko'ramiz va qani ko'ramiz. Xuddi internetda tarqalayotgandek saytga kirishimiz bilan bizda qanaqadir dahshatli, qo'rqinchli voqealar sodir bo'ladimi yo'qmi? Buni ham video davomida tekshiramiz. Xo'sh, bo'lmasam, birinchi bo'lib Chrome saytiga kirib olamiz. Sayt ichidan Darknet saytini qidirib ko'ramiz. Xo'p, Darknet. Buni men internetda ko'rganimda juda ham strashniy va juda ham haddan ziyod aqli sig'dira olmaydigan darajada qo'rqinchli bo'lib, strashniy bo'lib tarqadi va hozir bu narsa haqiqatmi yoki fake? Buni mana shu videoda aniqlaymiz. Hop, Darknet. Darknetga kirdik. Darknet Wikipedia degani bor ekan, ya'ni bu Darknet menimcha Darknet haqida ma'lumotlar. Endi men shu narsaga qiziqdim, bilib chiqamiz. Ozgina bo'lsa ham Darknet haqida qatdan paydo bo'lgan va nima bo'lgan ozgina bo'lsa ham ma'lumot olamiz Darknet haqida birinchi saytiga kirib ko'rishdan oldin. Hop, o'zbekcha o'qib oldik, bu yerda ruscha yozilgan ekan. Sizlarga tushuntirishim uchun to'g'ri osonroq bo'ladi. Hop, Darknet bu yashirin tarmoq, qorong'u internet, qorong'u web soyali tarmoq. Bu maxsus texnologiyalar yordamida ko'rilmagan tarmoqdan yashirin tarmoq. Men nimaga bu ma'lumotni o'qiyman? Sizlar ham bilmaganlar bo'lishi mumkin. Bilmaganlar uchun ham men misol uchun o'zimning Darknet saytini hali yaxshi tushunmayman. Shuncha kirib ko'rib, hozir Darknet sayti haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot olamiz. Unga kirish faqat ma'lum dasturiy ta'minot yordamida mumkin va uning ba'zi ishtirokchilari o'z aloqalarini faqat ishonchli tugunlar, tengdoshlar, ba'zan do'stlar deb ataladi. Okey. Do'stlar transport protokollari va portallaridan foydalangan holda o'rnatadilar. Soat millari 10:45. Ana yana bitta qo'rqinchli ma'lumot. Darknet bu shifrlangan ma'lumotlar uzatishni ta'minlaydigan ulanmagan virtual tunnellar tizimi. Ana bo'lmasam, Darknet boshqa taqsimlangan tengdosh tarmoqlardan farq qiladi. Chunki fayl almashish anonim tarzda amalga oshiriladi. Chunki IP manzillari ommaga ochiq emas. Вот это. Va shuning uchun foydalanuvchilar qo'rquvsiz yoki hukumat aralashuvisiz muloqot qilishlari mumkin. Bo'lmadim. O'sha ma'lumot yetarli menga. Endi bilmadim. Hozir sizlar Darknet saytiga kirib o'zim ko'rilaman. O'sha qorong'ida sot eshitdilar o'yinchiligini. Bunga kechasi qolman. Menga ma'lumot yetarli. O'sha menga boshqa ma'lumot kerak emas. Men o'sha sekin oxiriga qaytaman va endi saytga kirib ko'ramiz. Ma'lumot ozgina bo'lsa ham ega bo'ldik. Men oxirigacha o'qib olmayman bu narsani. Va o'rtoqlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki o'rtoqlar, sizlarga meni juda ham foydali va juda ham zo'r muhim yangiligim bor. Buni videoni oxirigacha ko'rsanglar, aniq to'g'ri bilib olasizlar va chunki men video o'rtasida bu narsani aytib ketganman. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar va bu foydali maslahatga ega bo'linglar. Va o'rtoqlar, mana shu rubrikani ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, mana shu video tagida atiga 1200 like yig'iladi va mana shu videoni ikkinchi qismini men chiqaraman. Va ikkinchi qismida juda ham qiziqarli va juda ham naqshlarliroq bitta blogerni olib chiqaman va bu blogerlar bilan birga Darknet saytiga kirib, shov-shuvli va qo'rqinchliroq qilib, bitta bloger bilan men o'sha Darknet saytiga kirib, Orton Cloud sotib olaman. O'shada o'rtoqlar, albatta sizlar hozir videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasam videoni ko'rishda davom etamiz o'rtoqlar. Bo'lmasam endi Darknetni o'zini haqiqiy saytiga kirib ko'ramiz. Hozir Darknet haqida ozgina ma'lumot oldik, endi saytini o'ziga kirib ko'ramiz. Xo'p, saytga kirdik. Voyoyoy, mana sizlardan chiqdi. Qanaqa sayt kirishimiz bilan mana bunaqa narsalar bizani kutib oldi. Xuddi ana hakkerlarni tizimida ishlaydigan narsalar. Strashniy uchun night ashuna qiziqdim. Darknet bilan. Darknet haqida bu yerda menga strashniy ma'lumotlar berilgan. Men ingliz bilmayman yaxshi. Tamammi? Mana sizlarga mana ma'lumot. Tamammi? Tipa hakkerskiy. Bu sayt. Qo'rqsam, nimaligini ma'lumotni tushunmadimmi? Qo'roz, menimcha qo'rozmi? Qo'roz ustida har xil qanaqadir strashniy ko'zlar bor. Quvmaymanmi? Dostlar, sizlar ma'lumotmi qo'roz? Kommentariyga bilgan yozib ketsin. Bu sayt ichida qanaqadir qo'rozni tasvirida har xil qanaqadir strashniy ko'zlar aks etgan. Men sizlardan chiqmam aytmayman. Hammasini bilgani kommentar yozib qoldiringlar. Ba'zida ma'lumot bu saytga kirib, o'zi qo'rqonman.
rasmlardan bak. Nimadan rasmlar nimalar? YouTube videosi bor ekan. Darknet haqida nimadan video bor ekan. Mana. Mantiq xuddi o'shadan ustiga qanaqadir ko'z aks etgan. Nima? Dash ko'ruvchi. Darknet mana saytiga kirganimga pushaymon qolibdi. Orqa qaytlarga eng boshqa saytga kirib ko'ruvchi. O'zimiz bosamiz, o'tamiz bosamiz, kommentariy bilan yozib ketsin. Maqsadga Darknetda o'tolay, programmasi bor ekan. Mana, saytdan chiqdingiz, ko'ringlar. Darknetda o'zini Play Marketda programmasi bor ekan, adashmasam. Devot, Dark Web Browser Secure. Ana kirib ko'ramiz, hop. Play Marketga bizning o'rtalar bu Darknetda o'zini programmasi bor ekan. Yo'qmas, skachat qilingan. Skachat qilsam ham keyingi ikkinchi qismda qilaman. Darknetda boshqa saytlar bo'lsa kirib ko'ringchi. Maqta Kraken sayt, Kraken Darknet degan bor. Darknet qanaqa sayti? Qani kirib ko'ringchi. Voy. Nima bu? Darknet mana Darknet mana so'rabdi. Qanaqadir kapcha, Reddit kapcha so'rabdi. Yo, qaytamiz. Sizlarga maslahatim Darknet saytini umuman qidirmanglar. Kirib ko'rmanglar. Darknet saytiga kirib ko'rmanglar. Bu juda ham bekorga haqiqatan ham men realni bildim. Internetda qanaqa qilgan bo'lsa, undan 2 barobar menda pushaymon qolibdi. Darknet haqiqatan ham tarqaganicha bo'ldi internetda. Bo'lmagani nima? Darknet ID konsultativ ben yaxshi iPhone, Nexon bilmayman yaxshi. Kirdik hop Darknet saytiga. Bu qanaqadir Darknet o'zining ichki saytlari. Tashqi saytlari.